Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 noyabrdan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya va nafaqa to'lovlari to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu xabar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Bank kartamga pul tushmay qolsa nima qilaman? Qaysi hujjat yetishmasa to'lov bekor bo'ladi degan savollar juda ko'p. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, balki sizni ogohlantirish va aniq yo'l ko'rsatish uchun gapiryapman. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, vasiylariga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, ijtimoiy nafaqa oluvchilarga ham tegishli. Agar siz oilangizda pensiya yoki nafaqa oladigan inson bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men shunday mavzularni oddiy tilda hujjatlar va amaliy vaziyatlar bilan tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ilgari pensiya tayinlangandan keyin ko'pchilik fuqarolar pulini bank kartasiga yoki pochta orqali olib yurardi. Ba'zi hollarda pensioner yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa ham, chet elga chiqib ketgan bo'lsa ham, shaxsini tasdiqlash, tirikligini tasdiqlash, nogironlik muddati, vasiylik hujjatlari yoki doimiy yashash manzili masalalari vaqtida tekshirilmasdan qolardi. Natijada ayrim pensiya va nafaqalar noto'g'ri to'lanishi, ba'zi odamlar hujjat muddati tugaganini bilmay qolishi, ba'zan esa umuman huquqi bo'lmagan shaxslarga ham to'lov davom etishi mumkin edi. Endi nima o'zgaryapti? Hozir davlat organlari, pensiya jamg'armasi, banklar, FHDYO, migratsiya, tibbiy timoshi ekspertiza, mahalla va boshqa bazalar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Ya'ni tizim odamning holatini avtomatik tekshiradi. Fuqaro tirikmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Yashash joyi o'zgarmaganmi? Bank kartasi faolmi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'rimi? Chet elga doimiy yashashga chiqib ketmaganmi? To'lov olishga asos bo'lgan hujjatlar haqiqiymi? Mana shu tekshiruvlar natijasida ayrim to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsani aytaman. Ommaviy to'xtatilish degani hammaning pensiyasi bir kunda bekor bo'ladi degani emas. Bu asosan hujjatida muammo bor. Shaxsiy ma'lumotlari mos kelmayotgan, tasdiqlashdan o'tmagan, qonun bo'yicha pensiya olish huquqi vaqtincha shubha ostiga tushgan yoki muddati tugagan fuqarolarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkinligini alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, ona 78 yoshda pensiyasi kartaga tushadi. Kartani esa o'g'li ishlatadi. Onaning o'zi bankka bormaydi. Telefon raqami ham o'g'lining nomida, SMS xabar ham o'g'liga boradi. Bunday vaziyatda tizim yoki bank qo'shimcha tasdiqlash so'rashi mumkin. Chunki pensiya shaxsan pensionerning o'ziga tegishli. Agar pensioner yura olmasa, u holda ishonch nima? Vasiylik hujjati yoki bank belgilagan tartibda tasdiqlash bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Ko'p hollarda nogironlik muddatsiz bo'ladi. Lekin ayrim holatlarda nogironlik 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum muddatga belgilanadi. Agar TMEK ko'rigidan o'tish muddati tugagan bo'lsa, yangi xulosa tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning nogironlik muddati 25 noyabrda tugadi. U 25 noyabrda qayta ko'rikdan o'tmoqchi. Mana shu oralikda pensiya to'lovi ushlanib qolishi ehtimoli bor. Keyin hujjatlar yangilansa. Agar huquq saqlanib qolsa, to'lov qayta tiklanadi va ba'zan o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinadi. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ayniqsa bolalar, o'quvchilar, talabalar masalasi muhim. Masalan, ota vafot etgan, farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bola 15 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qiyotgani haqida ma'lumot tizimda bo'lmasa yoki ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yana bir misol, talaba akademik ta'tilga chiqdi, sirtqi ta'limga o'tdi yoki o'qishdan chetlashtirildi. Bunday holatda boquvchisini yo'qotganlik to'lovi qayta ko'rib chiqiladi. 4-guruh yashash manzili o'zgarganlar. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tdi, lekin ro'yxatini yangilamadi. Yoki Toshkentda vaqtincha turibdi, doimiy ro'yxati esa boshqa viloyatda. Avvalgi hududdagi pensiya bo'limi uning real holatini bilmasligi mumkin.
Endi ma'lumotlar solishtirilganda manzil bo'yicha nomuvofiqlik chiqsa, fuqaro chaqirilishi yoki to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. 5-guruh chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan fuqarolar. Bu juda nozik masala. Agar pensioner vaqtincha farzandlarini ko'rgan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga borgan bo'lsa, bu har doim ham pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin doimiy yashashga ketish, uzoq muddat qaytmaslik, shaxsini tasdiqlashdan o'tmaslik. Bank kartasini boshqa odam ishlatishi kabi holatlar tekshiruvga sabab bo'ladi. Masalan, pensioner 10 oy oldin chet elga ketgan, kartadan esa har oy O'zbekistonda kimdir pul yechmoqda. Tizimda savol tug'iladi. Pensionerning o'zi bu to'lovni olyaptimi yoki boshqa shaxsmi? Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, nogironlik yoki boshqa asos bo'yicha hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Oddiy holatda yoshga doir pensiya oladigan, har oy kartasiga pul tushadigan, o'zi bank kartasidan foydalanadigan, shaxsiy ma'lumotlari yangilangan fuqarolarning pensiyasi birdaniga bekor qilinmaydi. Masalan, 65 yoshli aka yoshga doir pensiya oladi. ID kartasi bor. Yashash manzili o'zgarmagan, kartasi o'z nomida, hech qanday qo'shimcha nafaqa yoki muddatli hujjatga bog'liq emas. Bunday inson uchun asosiy xavf juda past. Lekin baribir men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta bank kartasi, telefon raqami va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Yana bir misol. 72 yoshli opa pensiyasini pochta orqali uyiga oladi. Har oy pochtachi keladi, opa imzo qo'yadi, shaxsini tasdiqlaydi. Agar opa yashash joyida bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, bu holatda ham odatda muammo bo'lmaydi. Ammo opa boshqa farzandinikiga ko'chib ketgan bo'lsa-yu, eski manzilda to'lov rasmiylashtirilgan bo'lsa, ana shunda muammo chiqishi mumkin. Men amaliyotda odamlar eng ko'p uchratadigan muammolarni sanab o'taman. Birinchisi pasport muddati yoki ID karta ma'lumotlari. Ba'zan pensioner eski pasportdan ID kartaga o'tadi. Lekin bankda eski ma'lumot qoladi. Pensiya tizimida boshqa seriya, bankda boshqa seriya ko'rinadi. Natijada to'lov texnik sabablarga ko'ra ushlanib qolishi mumkin. Ikkinchisi bank kartasi muddati tugashi. Ko'p odamlar kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin karta ishlamagani uchun pul tushmaydi yoki yechib bo'lmaydi. Odam esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida bu pensiya bekor bo'lgani emas, bank kartasi muammosi bo'lishi mumkin. Uchinchisi telefon raqam va SMS xabarnoma. Bank operatsiyalarida tasdiqlash kerak bo'lganda telefon raqam eski bo'lsa, pensioner xabardan bexabar qoladi. Ayniqsa farzandlar ota-onasiga karta ochib, o'z telefon raqamini ulab qo'ygan bo'lsa, keyin raqam yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartaga ulangan telefon raqam faol bo'lishi kerak. To'rtinchisi vasiylik va ishonchnoma. Nogironligi bo'lgan, yura olmaydigan, keksaygan yoki muomalaga layoqati cheklangan fuqarolar uchun pensiyani boshqa shaxs olishi mumkin. Lekin bu qonuniy asosda bo'lishi kerak. Men onamning o'g'liman, shuning uchun kartasidan foydalanaman degan gap har doim yetarli asos bo'lavermaydi. Notarial ishonchnoma, vasiylik qarori yoki bank tartibida rasmiylashtirilgan vakolat bo'lishi kerak. 5-si o'lim holati bo'yicha ma'lumot. Afsuski, ayrim hollarda fuqaro vafot etganidan keyin ham uning kartasiga pul tushib turadi va qarindoshlar pulni yechib oladi. Bunday to'lovlar keyinchalik ortiqcha to'langan mablag' sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, qarindoshlar buni yashirmasligi, tegishli tartibda xabar berish kerak. Aks holda keyin katta qarzdorlik, hatto huquqiy javobgarlik masalasi kelib chiqishi mumkin. Bu mavzuda odamlar ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yadi. Agar pul tushmasa, demak pensiyam bekor bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida pul tushmasligining bir nechta sababi bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblangan, lekin bank texnik muammo tufayli kechiktirgan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Hisob raqam o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensionerning ma'lumotlari solishtirilayotgani uchun vaqtincha ushlab turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam vahima emas, sababni aniqlash. Yana bir nozik jihat. To'lov to'xtatilishi bilan pensiya huquqi bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'xtatish vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro kerakli ma'lumotnomani olib keldi. Nogironlik xulosasini yangiladi, bank kartasini almashtirdi, shaxsini tasdiqladi.
Shunda to'lov qayta tiklanadi. Lekin agar fuqaro qonun bo'yicha endi ushbu pensiya yoki nafaqaga haqli bo'lmasa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni tugatgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi olib tashlangan bo'lsa, unda to'lov haqiqatan ham tugatilishi mumkin. Chet eldagi pensionerlar bo'yicha ham vaziyatni alohida tushunish kerak. Vaqtincha safar, davolanish yoki farzandlarnikiga borib kelish boshqa, doimiy yashash uchun ketish boshqa. Agar siz chet elda bo'lsangiz, pensiyangiz bo'yicha qanday tartib amal qilishini oldindan pensiya jamg'armasidan aniqlab oling. Ba'zi hollarda konsullik orqali hujjat tasdiqlash, tiriklik dalolatnomasi yoki shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinishi mumkin. Buni kechiktirsangiz, to'lov ushlanib qolishi ehtimoli oshadi. Yana bir muhim jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Agar tizim keyinroq aniqlasa, masalan, fuqaro 6 oy davomida huquqi bo'lmasa ham to'lov olgan, davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba mart oyida o'qishdan chetlatilgan, lekin pensiya sentabrgacha tushgan. Keyin 6 oylik ortiqcha to'lov hisoblanadi. Bu pulni birdaniga qaytarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan asosni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, parvarish puli yoki boshqa turdagi to'lovmi? Har birining talabi har xil. Yoshga doir pensiyada odatda muddatli tibbiy xulosa kerak emas. Nogironlik to'lovida esa TMI muddati juda muhim. O'quvchisini yo'qotganlikda esa yosh, o'qish shakli va ma'lumotnoma muhim. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartani tekshiring. Hujjat muddati, ism, familiya yozilishi, tug'ilgan sana, JSHI raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol turmushga chiqqanidan keyin hujjatni almashtirgan bo'lsa, barcha tizimlarda ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qiling. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Pensiya aynan shu kartaga tushyaptimi? Telefon raqam ishlayaptimi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring, yangi karta oling va pensiya to'lovi shu hisob raqamga bog'langanini aniqlang. Ba'zan yangi karta ochiladi. Lekin eski hisob raqam yopiladi yoki bog'lanmay qoladi. Shunda pul tushmaydi. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport. Pensiya daftarchasi bo'lsa shuni, bank karta rekvizitlari, telefon raqam, kerak bo'lsa nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik yoki ishonchnoma hujjatlarini olib boring. U yerda mening pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib bering. To'lovni to'xtatishga asos bor yo'qligini aniqlab bering deb ayting. 5-qadam, agar pensioner yura olmasa, hujjatni rasmiy vakil orqali hal qiling. Shunchaki kartani olib yurish to'g'ri yo'l emas. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish mumkinmi? Bank uyga xizmat ko'rsatadimi? Mahalla yoki ijtimoiy xodim orqali qanday yordam olish mumkin? Shuni aniqlang. Agar fuqaro muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, vasiylik hujjatlari albatta kerak bo'ladi. 6-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar va talabalar uchun o'qish ma'lumotnomasini tayyorlang. Unda talabaning FH, ta'lim muassasasi, kursi, ta'lim shakli, kunduzgi yoki boshqa shaklda o'qiyotgani aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar 15 yoshga to'lgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjatni vaqtida topshiring. Kechiksangiz to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. 7-qadam, nogironlik hujjatining muddatini kalendarga yozib qo'ying. Masalan, xulosa 2024 yil 20 noyabrgacha amal qiladi. Siz 20 noyabr kuni emas, undan oldin harakatni boshlashingiz kerak. Qayta ko'rik tibbiy hujjatlar, yo'llanma, shifokor xulosalari vaqt oladi. Ko'pchilik oxirgi kun kutgani uchun to'lovda uzilish paydo bo'ladi. 8-qadam, agar to'lov to'xtagan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya bo'limi ariza yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'xtatilish sababi va qayta tiklash tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringizni ko'rsating. Javob olsangiz, keyingi qadam aniq bo'ladi. 9-qadam, ortiqcha to'lov bo'yicha xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar indamay yursam, unutishadi deb o'ylaydi.
Yo'q, davlat qarzdorlikni keyinroq ham undirishi mumkin. Agar hisob-kitob noto'g'ri deb hisoblasangiz, hujjatlaringiz bilan e'tiroz bildiring. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, bo'lib qaytarish imkoniyatini so'rang. 10-qadam. Qarindoshlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar internetdagi xabarlarni ko'rib qo'rqib qoladi. Lekin nima qilishni bilmaydi. Farzandlar, nevaralar ota-onasining kartasi, hujjati, telefon raqami, manzili, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi kabi masalalarni tekshirib berish kerak. Bu juda katta yordam bo'ladi. Birinchi misol. Yoshli otaxonning pensiyasi har oy 2 million 300 ming so'm tushardi. Noyabrda pul tushmadi. Farzandlari pensiyani to'xtatishibdi deb o'yladi. Tekshirsa, bank kartasining muddati oktyabrda tugagan ekan. Yangi karta ochilgach, pensiya to'lovi qayta tushdi. Bu holatda muammo pensiya jamg'armasida emas, bank kartasida bo'lgan. Ikkinchi misol, ilguruh nogironligi bo'lgan fuqaroning to'lovi to'xtadi. Sababini aniqlashsa, TMK xulosasi muddatli bo'lib, qayta ko'rikdan o'tish sanasi o'tib ketgan. Fuqaro davolanishda bo'lgani uchun ulgura olmagan. Hujjatlar yangilangach, to'lov qayta tiklangan. Demak, bu yerda asosiy saboq. Muddatli hujjatlarni hech qachon oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Uchinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan qiz 12 yoshga to'ldi. U universitetda o'qiydi, lekin ma'lumotnomani vaqtida topshirmadi. Tizimda u endi voyaga yetgan, o'qiyotgani tasdiqlanmagan shaxs sifatida ko'rindi va to'lov ushlanib qoldi. Ma'lumotnoma topshirilgach, masala hal bo'ldi. Bu ko'p uchraydigan holat. 4-misol. Pensioner ona chet elga qizning oldiga akazoyga ketdi. Kartasini esa qo'shnisiga qoldirdi. Qo'shnisi har oy pul yechib berdi. Keyin bank kartasida shubhali operatsiyalar ko'paydi. Pensionerning o'zi mamlakatda emasligi ma'lum bo'ldi va qo'shimcha tekshiruv boshlandi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l oldindan vakolatni qonuniy rasmiylashtirish va pensiya bo'limidan tartibni so'rash edi. Demak, 20 noyabrdan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Hamma pensionerlarning puli bir kunda bekor bo'lib ketmaydi. Asosiy xavf hujjatida kamchilik bor. Ma'lumotlari mos kelmayotgan. Nogironlik muddati tugagan, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan, bank kartasi yoki shaxsni tasdiqlash bo'yicha muammo bo'lgan fuqarolarga tegishli. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshiring. ID karta, bank karta, telefon raqam, yashash manzili, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi va ishonchnoma masalalarini tartibga keltiring. Muammo chiqsa, kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qiling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Agar sizda pensiya to'xtashi, bank kartaga pul tushmasligi yoki hujjat masalasi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarni yozing. Qaysi viloyat yoki tumandan ekaningizni va qanday to'lov olayotganingizni qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya yoki nafaqa oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pensiyasi vaqtida tushishiga yordam berishi mumkin.